17 Mart növbetdagi savdamiz Zubur 11:00 matabolimiz bo'ldi. Xo'jali rayonga berib atarmiz Anvarbek ağamız. Anvarbek ağamız chet elga ketmay ovulda pul topaman deb shu texnikani olib kichkinasini olaman deb kelgan ekan. Bizlarning tavsiyamiz bilan kattasini olib. Sababi buning kichkinasida pul ishlab bo'lmaydi, u bir uyda ishlamaga bo'ladi. Boshqasına yaramaydi. Anvarbek ağa yoqmi? Yoqdi. Qanday? Biz siz ham o'zi tushunasiz ekan bu zotga, to'g'rimi? Endi erkak odamni 40 birxonadan az deganda, endi bularga qarasam, boshqalarga qaraganda bir kuchliroq. Kuni azondan qara kechgadan ishlovga bemalol kuchi bar xushiydi. Barday. Skuter ham qo'shib o'tir. Skuterdan ikkovini bir joydan kelishtirib berdik. Zubur 11:00 matabolimizni 17 million so'mdan berib boshladik azizlar. Bunga kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Ko'ndagiday bo'ldimi? Ko'ndagiday bo'ldi. Bizlardan rozimisiz? Roziman. Kelishtirib berdik. Ko'p yerlardan qaraganda hamyonbop yerlar ekan. Unda to'zdirmoq nasib etsin. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Rahmat. Taqvallansiz. Qo'llarga bersin, toza mashinalarga bersin. Rahmat.